Metallik rangi, mokriy asfalt rangi, oppoqqina rangi va qop-qora ranglardan bor. Ko'rishingiz mumkin. 210 litrli xolodilnigimizni pastki qismi xolodilnik bo'ladi. Nolovoy zonasi bor. Tepa qismiga keladigan bo'lsa, Morozilka hisoblanadi. Bu Immer brendining 3 yil ofitsial garantiya beriladigan xolodilniklari 210 litrlik oppoq perchatkalar kiyib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Ichini mana shu ikkita polkasi juda baquvvat hisoblanadi. Pastki qismi 160 litr bo'ladi. Morozilka qismida ham mana bitta polkasi bor, juda baquvvat. Tepa qismi 50 litr bo'ladi. Demak, bu oppoqqina perchatkalar kiyib oldim. Sababi mana vitrinada turganini ham obzorida qo'llarimizga dog' tushmasin deb. O'zi tim qop-qoragina. Energiya samaradorligi A+ klassga kiradi. Bu juda tejamkor. Uylarda elektr energiyani ham ancha ekonom qilib beradi. Sababi bu tim ishlaydigan texnika hisoblanadi. Uyga, ro'zg'orga ishlatishga juda qulay xolodilnik, ham narxi ham zo'r hisoblanadi. Bizning obunachilar uchun narxini $139 qilib beramiz. Aytib o'tganimizdek 3 yil garantiyasi bor. Har bitta xarakteristikasini aytib o'tadigan bo'lsak, vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun kelinglar, olinglar yoki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'rlari hali oldinda.